Bilasizmi, bugungi kunda psixologlar, meditsinadagi psixiatrlar hammasi shuni isbotini aytishyaptiki, bugungi kunda bizlarni ongimiz uchun 12 daqiqa sifatli kommunikatsiyaga yetarli. Kunida 12 daqiqa kamida o'tirib, "Sani bugun kuning qanday o'tdi? Nima yaxshilik bo'ldi senda? Bunday nima bo'ldi?" Shunchaki emas, ya'ni ongimiz shunaqaki, biz o'zimizga rahm qilishni yaxshi ko'ramizda. Biz nimadan boshlaymiz? Negativdan boshlaymiz. "Man bugun kech qoldim, man bugun o'qituvchim baqirib berdi, bugun voy ishxonamizda rahbar baqirib berdi." Ya'ni ong avvalambor negativni sochadi. Shuning uchun ham mana shunaqa bitta kichkina layfhak bor. Bu internetda juda populyar layfhak. Insondan "Kuning qanday?" deb so'rashda, bugun qanaqa yaxshi narsalar bo'ldi deb so'rash. Va buning uchun 12 daqiqa ajrating. Farzandingiz uchun ham, turmush o'rtog'ingiz uchun ham. O'tirib, bugun nima yaxshi narsalar bo'ldi. O'shanda ong nima qiladi? U filtratsiya qilishni boshlaydi. Selektiv filtratsiya deyiladi. Filtratsiya qilishni boshlaydi, yaxshi narsalarni eslashni boshlaydi. Bilasizmi, yaxshi narsalarni eslaganimizda bizlarni ichimizdagi gormonlarimiz, dopaminlar ochilishni boshlaydi. Meni bugun kunim juda zo'r o'tdi-ku, haqiqatan qabiliyat, kayfiyat boshqacha. Bora kundan kunga bu odatga aylansa, oiladagi negativlar yo'q bo'lib ketishni boshlaydi.